Tog'lar orasidagi Gran. Gran bu qishnoma. Bu ta'rif berish uchun osongina fikr. Bu judayam ajoyib. Bu bola oddiy odamlardan farq qiladi. Shunday manzarani ko'rish uchun uzoq vaqt bu yerda qolganimdan xursandman. Bu yigitni Gran bo'ladi deb kim ham o'ylagandi? Shuni hatto o'rtadan yuqori tovuqlarga ham o'xshamaydi. Короче, serjantlarni aytyapti menimcha. Agar shunday talantlar doimo bizga qo'shilsa, milliy ovchilar jamoasi yuksaladi. Ular qo'shimcha ovchilarga muhtojligi sababli buni kuzatish qiziqarli bo'lishi mumkin. Sen tez ko'tarilishni xohlaysan, to'g'rimi? Lekin bilsang kerak, yana bir yilsiz yakuniy imtihonlarni topshira olmaysan. Ammo senga istisno qilishim mumkin. Agar sen elit ovchilar qarorgohiga qo'shilishni xohlasang, albatta. Men senga istisno berish uchun o'zimni generalligimdan foydalanaman. Ha, tushundingmi? Nima deysan? Agar sen u yerga borsang, shuncha vaqt kutishing shart emas. Xo'sh, qanday fikr bildirasan? Nima, bu juda ko'pmi? Men uni yuqoriga intilayotgan deb o'ylagandim. Lekin men aytgan narsalar unga og'irlik qildimi? Bu istisno kammikin? Agar bu Minjun yengilmas ovchilar guruhi. Do'stlarim iloji boricha u joydan uzoqroq yurishimni aytishgandi. Ob-havosi juda sovuq va doimiy qor yog'adi. Va u yerda juda ko'p vaqt qolishingizga to'g'ri keladi. Ammo agar siz buni juda ham zerikarli deb hisoblasangiz, u yerda zindonlar va hayvonlar kutilmaganda paydo bo'ladi. Bu oldinga chiqishning eng yaxshi usulidir. Bu ajoyib emasmi? Agar men oldinga siljishim mumkin bo'lsa, men qayerga borishimning hech qanday ahamiyati yo'q. Va bu men uchun istisno. Men bundan foydalanishim kerak. Buning ustiga ularda zindon ham bor. Bu esa mening uchun yaxshi konsentratsiya bo'ladi. Ishlash uchun men har qanday narxdan foydalanishim kerak. Unvon qanchalik yuqori bo'lsa, faoliyating ham ancha kattalashadi. Va shubhasiz, zindonlarda vazifalarni bajarishga ko'ra sening obro'ying shunchalik o'sadi. Men boraman. Ha, buni bilgandim. Shoshma, nima deding? Men borishga roziman, janob. Minjun, sen borishing bilan men bilan bog'lanishing kerak, tushundingmi? Nega aynan men? O'zingiz men bilan bog'lanishingiz mumkin-ku. Chunki mayli, xon, o'zim sen bilan bog'lanaman. Xo'p, tushundim, yetarli. Ammo rostdan ham Chernovga borishni xohlaysanmi? Agar shunday bo'lsa, har bir odam o'zi xohlaydigan joyga borishi mumkin. Bu o'lchov siz uchun juda katta, shundaymi? Lekin men hayotda aqldan ozganman. Nima, sen 15-darajali itni o'ldirganingni aytyapsanmi? Kechirasiz, lekin men 30-darajani ham o'ldira olaman. Sen rostdan ham aqldan ozgansan. Men bilan bog'lan. Ko'raylikchi. Men haqimdagi ma'lumotlar allaqachon ularning bazasiga ketgan. Nima uchun meni hech kim kutib olmayapti? Oh. Minjun. Sen uzoq kutdingmi? Qor tufayli men birozgina vaqt kech qoldim. Yo'q, men hozirgina kelgandim.
Qor? Nima o'zi? Hozir qaysi oy? Endi biz orqaga qaytish uchun yo'lga otlanishimiz kerak. Ha, bu shunday. Kasal askar sifatida hayotimni boshlash. Bu qachon sodir bo'ldi o'zi? Trening arafasi bo'lganmikin yoki hayvonlar bilan jang qilganimdami? Nima bo'lganda ham bu muhim emas. Lekin men 15 dan xavotirdaman. Hayzing! Tezroq menga ajdarho to'pini keltir. Agar men turli shoularda sodir bo'ladigan baxtsiz hodisalarga tushib qolsam, achinarli voqea bo'ladi. Men hozir bu kabi voqealarga sabr qilishga sabrim yetmaydi. Menimcha hozir bunga chidashim kerak. Agar men boshlig'imni bir martagina olsam ham, meni harbiy qamoqxonaga oddiy askar sifatida yuborishadi. Bu yerda haqiqatan ham qor bor. Gwangbongdo, Terrorchilar korpusi, 104-divizion 2-batalyon. Hoy, bu koreys ekan. Buni qornini to'yg'izib, hamma narsani tushuntiringlar. Bu koreysmi? Qo'y, koreys keldimi? Hoy, isming nima? Mening ismim Kim Minjon. Agar sen Kim Minjon bo'lsang, sen o'sha super askarmisan? Zindonatini bir o'zing yenggan. Hoy, Hyunbay, yangi boshlovchilar narsalarni ol. Bu ikkalasi, bu yotoqxonaning alfalarimi? Nega bular menga bunday quvonch ko'zlari bilan qarashyapti? Xuddi o'zlariga yangi o'yinchoq topgan bolakaydek. Sizning tanlash imkoningiz bor edi. Nega aynan bu yerni tanladingiz? Men eshitishim bo'yicha bu yerda yaxshi joy va real topshiriqlarni bajarish uchun imkoniyat bor va bu yer tez ko'tarilish uchun eng yaxshi joydir. Siz aqldan ozgansiz. Hoy, sizning singlingiz bormi? Yo'q, mening hech kimim yo'q. Unda sevganingizchi? Mening sevgilim ham yo'q. Yana omadsizlikka duch keldik shekilli. Unday bo'lsa, bizga qobiliyatlaringizni ko'rsata olasizmi? Nima, men ularga shov qilib berishim kerakmi? Men sizga barbarmoqda anjimani qilib beraman. Bu qanday iste'dod? Biz buni kun bo'yi qila olamiz. G'azablanmang, serzantcho. Faqat u bizga ko'rsatsin. Qani, boshla. Tikkasiga? Nima? U tikkasiga anjimani qila oladimi? Buni faqat bizda Naur patron qila oladi. Bu bashariy ehtimol. Katta serjant. Hoy yangi. Siz kulgili emassiz. Hoy yaramas, ortingga qara. Nima? Bu ovoz? Serjant, Liu Xinhu. Siz nima bilan ajralib turasiz? Siz hozirgina keldingiz. Bolalarni qiynagani uchun yana bayramga yuborishdimi? Bu vaqt necha kun? Bu takabbur ahmoq, u bizni eshitmaganga o'xshaydi. Men bu yerda 4 kun bo'laman va shaxsan Titus bilan o'zim uchrashib, gaplashib olganman. Boshqa gaplaring bo'lmasa, so'rlaring bo'pti. Tushundik. Va biz ketyapmiz. Bu 4 kun biz sabr qilishimiz kerak shekilli.
Ular qanday ahmoqlari? Ular bilan qanday yaxshilanmoqchisiz? Hayronman. Bu shou tugadimi shunda? Ko'rib turganingizdek, vulqon zindonlarida harorat ovchilar salomatligi uchun xavfli darajaga yetdi. Shunday kichik joyda hatto turli martaba vakillari bor ekan. Hatto bu yerda 30 dan oshgan hech kim yo'q. Hoy, Donjin. Buyrug'ingizga asosan Donjin shu yerda. Yangi bolani joylashtir. Buyrug'ingiz bosh ustiga. U menga unvon bilan murojaat etarmikan? Salom, mening ismim Li Donjin. Nima deysan? Oldin gazak olishga boramizmi? Men askarlar do'koniga kirishga ruxsat oldim. Sen xohlagan narsangni olishing mumkin, men to'layman. Ishonching komilmi? Mening ishtaham katta lekin. Men to'layman, sen to'yib ovqatlanishing kerak. Bu yaxshi bolaga o'xshayapti. Xaridingiz uchun rahmat. Sizdan 300 ming won bo'ldi. Siz nega bunchalar titrayapsiz? Nima, shamolladingizmi? Yoqimli ishtaha. Siz nega o'zingizga hech nima olmadingiz? Bulardan xohlaysizmi? Do'kondan chiqqaningizdan beri gapirmayapsiz. Birinchi darajali va undan past darajali oddiy odamlar Mogut haftasiga ko'pi bilan 3 marta do'konga borishadi. Aytgancha, birinchi sinf va undan yuqori darajadagi oddiy odamlar simulyator zaliga va kompyuter klubiga tashrif buyurishlari mumkin. Nima? Men kompyuter klubiga bora olmaymanmi? Faqat bu emas. Xo'sh, bu albatta ahmoqlikdir, ammo biz hali ham hech narsa qila olmaymiz. Buni qabul qiling. Hech qanday yo'l yo'qligiga ishonchingiz komilmi? Biror narsani hal qilish uchun hech bo'lmaganda kapitan bilan kelishish kerak. Bilasizmi, aksincha serjantga bu ham oson emas. Fokuslar va manipulyatsiyalar ishlamasligi mumkin, bu yomon. Nima, buni hal qilishni iloji yo'qmi? Bizning otryadimizda hatto serjant bo'lish, bu oson emas. Imtihondan o'tganman. Xususiy birinchi sinf bo'lganimga 3 yil bo'ldi. Ha, bu haqiqat. Ha, bu tushunarli. Siz menga yaxshilik qildingiz. Bular haqida men o'zim hal qilishim kerak shekilli. Ha, rahmatga hojat yo'q. Bu yerda nimadir bo'lyapti shekilli. Mensiz bayram qilyapsizlarmi? Serjant, Kimvan, keling bizga qo'shiling. Ha, men buni rad eta olmayman chog'i. Bu yana kim bo'ldi? Men sizning suhbatingiz haqida hech narsa demayman, lekin biling, agar ertaga o'q otish maydoniga siz hech narsada yaramasangiz, o'zingizni yuradigan murdadek deb hisoblang. Va men yangilarni yoqtiraman deb o'ylamayman. Siz allaqachon otishni bilasiz, to'g'rimi? Men unga o'q otish mashqlari haqida aytmoqchi edim. Shunga qaramay, bu yerda bizda bu masala bor. Bu biroz boshqacha tuyuladi. Haqiqatdanmi? Men yana ruxsat etilgan chegaralarni qayta ko'rib chiqayapmanmi? Sizningcha men sizdan juda ko'p narsani talab qilyapmanmi? Oddiy askarmi? Yo'q, bular butunlay bunday emas. Siz noto'g'ri tushundingiz shekilli. Nega hali ham 1 yildasiz? Agar shunday aqlli bo'lsangiz, balki imtihon oluvchilar ahmoqdir. Nega bu yaramas bizni asabimizni buzyapti? Meni sabr toqatim to'ldi. Ovqatlar to'lovini qilish vaqti keldi. Nima bo'ldi, serjant? Noto'g'ri narsa yeb qo'ydim shekilli. Nima, yaroqlilik muddati ko'ryaptimi? Nima, mahsulotlar hech qanday yomon narsa yo'q. Bu yerda ko'p qolib ketmang. Ha, tushunarli. Ba'zan darajali mahorat ham ish berib qoladi. Jin ursin, nega birdan qornim og'rib qoldi? Ovqat buzilmagan. Xo'sh, bu kimning ishi? Li sinfidagi oddiy askar. Xo'sh, otish maydonida mashq qilish uchun nima bor? Ha, bu haqdami? Siz hech qachon KH2 va kuchaytirilgan patronlardan foydalanganmisiz? Shunday qilib, bo'tna, qurollar yanada kuchliroq.
O'qishdagi o'qlar eski poniga o'xshaydi. Bizniki xuddi yovvoyi otga o'xshaydi. Olmish razdonning qaytishi kuchliroq va shovqin xuddi to'pdan o'q otganga o'xshaydi. Bu yerda hayvonlar boshqa mintaqalarga qaraganda tez-tez paydo bo'ladi. Shuning uchun qurol-yarog' zarur, ammo kuchliroqdir. Avvaliga moslashish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun serjant sizni ozgina kamaradimi deb xavotirlanmang. Bu normal holat. Va yovvoyi ot. Qanday yaxshi taqqoslash. Va keyin Asgardagi jang qurollari, fil yoki fil turi bo'ladi. Bu hatto oruziy deb nomlangan qiyin. Bu qurollar rostdan ham yovvoyi otga o'xshasa, men xursand bo'laman. Ertani tez kelishini xohlardim. Serjantga nima bo'lgan ekan? Birdan shoshib ketib qoldi. Bittasi xato ketdi, jin ursin. O'q otish to'xtatilsin. 20 tadan 19 tasi, bittasi xato ketdi. Qarang, ketma-ket o'g'irlash 9 zarba berdi. Uning ko'zida nimadir bor. U shunchalikki omadli. Qanday qilib stol omadli bo'lishingiz mumkin? Mening shaxsiy rekordim 14 va bu o'rtacha darajadan yuqori bu yerda. Rostdanmi? Qoyil, 19 tasimi? Va men uning daho ekanligini eshitgandim. Mish-mishlar yolg'on gapirmadimi? Chelsea ikkinchi kompaniyasining 2-divizioni qo'mondoni 2-leytenant Kim Min-jon, 2-batalyonning 2-ROTY 53-suvlarini ta'minlash va boshqarish bo'yicha ofitser 1-serjant Ho-Tae-kok. Xo'sh, buni qanday qildingiz? Men faqat instruksiyalarga amal qildim, ammo hech qanday ko'rsatmalar yo'q edi-ku. Birinchi marta oddiy odam uchun ajoyib ish. Davom eting. Kechqurun qo'shimcha o'q otish paytida o'q otishingizning 1/3 qismi kutilmaydi. Qo'shimcha mashg'ulotmi? Yangi boshlovchi qo'shimcha mashg'ulotlarga boradi. Per Vogo sinf serjanti Kim Min-jon, janob, bu ortiqcha emasmi? Boshliqlar shunday deyishdi. Bu o'rtacha holat. Voy, Min-jon, siz juda iste'dodlisiz. To'g'ri, 20 tasi ham tegmadi, lekin siz buni keyingi safar qila olasiz. Rahmat. Va bu qo'shimcha mashg'ulot nima uchun? Men u haqida umuman hech narsa eshitmadim. Siz aytmaganim uchun men bundan yaxshi natijalarni kutmagan edim. Odatda yangilar bizning odatiy qurollarimizdan foydalanishga odatlanmagan. Shuning uchun qo'shimchalarga ruxsat berilmaydi. Yubom holatida ular u yerda hamma narsani sizga tushuntiradilar, ammo baribir sizga qisqacha aytib beraman. To'liq ishlov berish paytida 2 otryad parallel ravishda o'ziga xos polo suv to'siqlaridan o'tadi. Finish yo'lida ular hayvonlar bilan shug'ullanishlari kerak. Odatda ayniqsa xavfli raqiblar yo'q. Ammo bu hali ham harakatlanuvchi maqsadlar. Va siz javob hujumga tayyor bo'lishingiz kerak. Ba'zida yo'lda paydo bo'ladigan odamlarning to'plamlariga tushishingiz hojati yo'q. Fuqarolar uchun bitta ruhoniylik va siz avtomatik ravishda hisoblagansiz muvaffaqiyatsizlik paydo bo'ladi. Ammo siz jang qilmaysiz. Men allaqachon otish zalida bo'lganim uchun u yerda hayvonlar ayniqsa xavfli emas va hamma narsa yuqori darajaga qarab kuzatiladi. Shuning uchun umuman tashvishlanadigan hech narsa yo'q. Nima, darvozadan chiqqan joydami hayvonlar yashaydimi? Bu juda qiziqarli eshitilyapti. 19 ta yiqitish, hatto o'ylamagandim. Lekin siz tug'ma askarsiz. Ammo 13 ta ham ajoyib natijadir. Xo'sh, meni allaqachon bunday ozgina tajribam bor. Shunday qilib, haqiqat shundaki, men bu yerda yaxshi emasman. Va bu yerda serjant Li Sun-ho haqiqiy askar. O'rtacha 17 marta nishonga tekkizgan va otryadagi eng yaxshi o'q otar deb hisoblanadi.
O'rtacha natija. Bu rekordlar. Ha, bu yaxshi. To'g'ri, mening fikrimcha bu yerda eng yaxshi ovchi menman. Minjon, siz qo'shimcha mashg'ulotlarda ajoyib ish qilishingizga shubha qilmayman. Ha. 2 kishidan iborat guruhlar trenirovka bo'lishini aytayotganday bo'ldingiz. Men bilan borishni xohlaysizmi? Ha, nima desam ekan, mashg'ulotga qo'yilgan odamlar oqsoqol tomonidan belgilanadi. Shunday ekan, men sizga hech qanday va'da bera olmayman. Ha, mayli, unda guruhlar qanday mezonlar asosida tanlanadi? Bu qanday? Menimcha bu lotereya kabi bo'ladi. Mashg'ulot 5 daqiqadan so'ng boshlanadi. Har bir askar o'q o'tmas zirhlarni kiyib, tez saf tortsin. Voy, men yangi boshlovchi bilan bir guruhga kirdim. Men natijalarni farq juda katta bo'lishini his qilyapman. Shunday bo'lsa-da, serjantga qadar Xitoyga saraton kasalligi kabi. Serjant kim? Vanshi. Bu yaramas mening hamkasbimmi? U hali hech nimani tushunmaganga o'xshaydi va meni o'ziga bo'ysundirishga harakat qilmoqda. O'rtacha chiziqlar 3 daqiqa. Ehtimol bizning yangimiz bu yerda jiralib turmoqchimi? Siz allaqachon o'z vaqtida bo'lishga harakat qilasiz. Agar siz uni 3 daqiqaga qo'ymasangiz, u sizga mos keladi. Nimaga jimsan? Qo'rqib ketdingmi? 19 ta zarba endi bo'lmadi. O'z shunchaki umidsiz. Siz nima janob? Men shunchaki harakat qilib ko'rmoqchiman. Xo'p, mayli. Unda men sening jarohatlaringga e'tibor bermayman. Menga kerak, agar sekinlashsangiz, men sizning ko'tingizga ayamasdan tepaman. Oldingi guruhni ko'ryapsanmi? Sizda nima muammo bor? Aslo yo'q, ser. Hammaning diqqatiga, mashg'ulot boshlandi. Birinchi bo'linma. Serjant Kim Munji. Ikkinchi bo'linma. Serjant Jon Han. Olg'a. Mashg'ulot boshida 2 kishi ular birgalikda yer osti mashq maydoniga tushadilar. Va rejaga ko'ra zindonni hayvonlardan tozalashadi. Shu bilan birga fuqarolarni aniqrog'i ularning anglatadigan sxemalarni himoya qilishlari kerak. Biroq haqiqiy hayotda mashg'ulotlar askarlar orasida ko'proq raqobatga aylandi. Va nihoyat u birinchi navbatda marradagi qizil tugmani bosishi kerak bo'ladi. Turli o'lchamdagi maxluq piktogrammalari. Shunchaki ularning barchasi ko'p jihatdan farq qiladi. U qanchalik yomon bo'lsa, ikonka shunchalik og'riqli bo'ladi. Zora bu haqda bilganingiz ma'qul, to'g'rimi? Maxluqlarning har bir chizig'ida va u yerda tasodifiy raqiblar paydo bo'ladi. Shunday qilib, sizni hali nima kutishini bilmaymiz. Iblis qurbaqami? Jin ursin. Birinchi komanda tezroq harakat qiladi. Raqiblar hali ham ularni ta'qib qilish imkoniyatiga ega, garchi u hayvonlar bilan kamroq omadga ega bo'lsa-da. Bu juda oson bo'ldi. Endi men borib keyingi maxluqlarni o'ldirishim kerak. Jin ursin, 2 ta iblis qurbaqami? Yaramaslar, bu insofsizlik. Ha, 2 daqiqa 24 soniya, yomon emas. Ikkinchi bo'linma postri qurtiga duch kelibdi. Ha, siz haqsiz shekilli. Sen namuncha sekin harakat qilmasang. Nima, qanday qilibsiz sen? Qanday qilib nimaga sen g'irrom qilgansan? Sen kechikding va do'kondan menga shirinliklarga qarz bo'lding. Siz nafaqat shuningdek fuqaroni otdingizmi? Men xafa bo'lmasligim mumkin edi. Baribir siz chetlatib yuborilasiz. Xo'p. Faqat churni olmang. Juda qimmat narsa. Va biz bu haqda kelishmagan edik. Ular ovqat haqida bahslashyaptimi? Bahsmi? Biz ham bahslashmaymizmi? Men nimanidir eshitdimmi? Hech qanday sir yo'q. Men haqiqatdan tilakni bajarishni taklif qilyapman.
eng kuchli g'alaba qozonadi. He, nima siz hazillashyapsizmi? Bu yana nima degani? Xohlagan tilakmi? Men buni rad eta olmayman chog'i. Lekin menda oddiy askar bajarishi mumkin bo'lgan tilaklarim yo'q ammo. Sizning 3 oylik maoshingizni olishga roziman. Unga pul kerakmi? Xo'sh, bu osonroq emasligini hisobga olsak, bu baribir u uchun muvaffaqiyatsizlikdir. Hop, agar men yutqazadigan bo'lsam, men sizga 3 oy davomida o'z ish haqimni sizga berishga roziman. Unda kelishdik, oddiy askar Minjun. Minjun, keyingi guruh, startga tayyorlaning. Xo'sh, hamma tayyormi? Hech qanday muammolar yo'qmi? Aslo yo'q, ser. Unday bo'lsa, olg'a. Dastlab men Rojonga chiqmoqchi emas edim. Men buni baham ko'rishga arzimasligini bilaman, lekin men uchun yetuklik yetarli emas. Pastki belgilarga javob bering. Qani boshladik. Minjun va Kimman kimchi va uchburchak kombat tikladi. Nima? Minjunning hatto bitta maxluqni o'ldirishga ham imkoniyati yo'q. Bu to'g'ri. Minjunga tikishni hojat ham yo'q. Menimcha hatto uni o'yin ichidan qutqarib olsalar kerak. Nima bo'lyapti? Nima balo? Yer qimirlayaptimi? Yo'q, menimcha unday emas. Bu yana nima bo'ldi? Negadir shu paytgacha oldimdan bitta ham iblis chiqmadi. Bu yana nimasi bo'ldi? Sen ularni yeyapsanmi? Bugun kechki ovqat menyusida ajoyib narsa bor shekilli. Xo'sh, men bu imkoniyatdan unumli foydalanishim kerak. Lekin men qurollardan foydalansam maketlarga tegib ketishim mumkin. Shunday ekan men shoshqaloqlik bilan ish qila olmayman. Aytgancha, namuncha ko'tingni yirtib baqirayapsan? Ajoyib, endi bu unchalik baland emas. Sen bu og'riqni butun tanang bilan his qil. Nima, hozir u yerda nima bo'ldi? Nima, bu muvaffaqiyatsizlikmi? Nima, ikkinchi bo'limda iblismi? U bir ko'zli iblismikan? Bu iblis boshqa iblislarning energiyasini o'zlashtira oladi va qabul qilgan energiyasi hujum va tiklanish qobiliyatlarini yaxshilaydi. Albatta, bu g'alati, lekin bu iblis taomga hujum qilishmaguncha hech kimga hujum qilmaydi. Agarda u o'z zonasidan chiqib ovqatlanib bo'lganda ham qochib ketish kerak edi. Lekin uni nima g'azablantirdi? Qanday ajoyib raqib. Sen bilan mazza qilaman chog'i. Bu o'quv mashg'uloti ekan. Men quroldan ham foydalanishim kerak. Uning ko'zlari sekin tiklanar ekan. Demak, men shu joyga zarba berishim kerak chog'i. Endi sen ko'ra olmaysan. Bu yaxshi ish bo'ldi. Ogo, lekin uning eshitish va sezish qobiliyatlari yaxshi ekan. Sal qoldi. Ajoyib. Bunday quturgan yirtqich hayvonni mashq qilish uchun ishlatish mumkinmi? Siz hech narsa demaysiz, lekin mening o'rnimda pozitsiyamni 2 marta taniganmisiz? Siz haqiqatdanmisiz? Lekin mening qora sehrgar ekanimni his qilyapsizmi? Bu muvaffaqiyatsizlik nega bu yangi askar bilan sodir bo'ldi? Bu mening xatoyim edi. Bu bir ko'zli iblisni yangi boshlovchi oddiy o'quv quroli bilan yenga olmaydi axir. Ajoyib, uddalayman. 2 daqiqa 30 soniya. Bunda oddiy churvaqalar meni tengim emas. Kim Minjun, faqat o'lib qolma. Yana ozgina chida olasanmi? Men boryapman. Bu men o'ylaganimdan ham osonroq bo'ldi. Xo'sh, menmi o'sha pullar bilan nima qilsam ekan? Meni bunga sabrim yetmayapti. Nima? U allaqachon shu yerdami?
Bu askar qanday qilib uni yenga oldi? Bu qiziqarli tuyulyapti. Hamma. Hali hech bir yangi boshlovchi qo'shimcha mashg'ulotni 2,5 daqiqada tugata olmagan. Bu bola haqiqatan ham kuchli ko'rinadi. Siz rostdan ham yolg'iz bir ko'zli iblisni mag'lub etdingizmi? Men sizdan xavotir olgandim, lekin buni kutmagandim. Menjun, sen yaxshimisan? Jarohat olmadingmi? Ha, birinchi darajali oddiy askar. Men yaxshiman va yaralanmadim ham. Xudoga shukr. Qanday qilib bir ko'zli iblisni mag'lub etdingiz? Men faqat instruksiyalarga amal qildim. Nima? Aytgancha, siz pul tutganmisiz? Ma'lum bo'lishicha, yangi boshlovchi g'alaba qozonganmi? O'lgin kelyaptimi? Bu bahs bekor qilinishi kerak emasmi? Nima, bahs bekor qilinadimi? Bu qoidadagidek o'yin bo'lmadi. Axir qoidalarni bilmaysizmi? Qoidaga ko'ra har bir o'yinchi 2 tadan hayvonni o'ldirib, marraga birinchi borishi kerak edi. Men qoidaga ko'ra 2 ta hayvonni o'ldirdim va marraga yetayotgandim. Va yana yangi boshlovchimi? U faqat bitta iblisni o'ldirdi. Bu halol emas. U bitta hayvonni o'ldirdi va men shunga kech qoldim. Donjin, o'zing ayt, bu halol emas-ku, to'g'rimi? Haligi bu tirikmisan? Gapirsang-chi. Nima, o'lishni xohlayapsanmi? Qanday jirkan? Garchi bu odatiy hol bo'lmasa ham, men o'zimni soxtalashtiraman. Chunki o'q otish paytida men musht bilan g'alaba qozondim. Shunday qilib, men bu bahsni shunchaki yopaman. Lekin hammasi boshqacha tus oldi. Nega men bilan emas, Donjindan alamini olyapti? Sizlar dam olmaysizlarmi? Mashg'ulot og'ir bo'ldi. Nima, jalabni o'g'li sen? Bir ko'zli iblisni yengish oson, lekin u darajasini oshirsa, uning xavf darajasi 3-4 barobarga oshadi. Lekin bir ko'zli iblis bilan muomala qilishdan ko'ra 2 ta maxluqni yengish oson emasmi? Serjant Li. Bu oddiy. Siz o'z askarlaringiz bilan darajangizni ko'tarishga ketmaganmidingiz? Siz uni o'ningiz bilan maqtanyapsizmi? Ha, men tushundim. Men shunchaki bu bolalar bilan hazillashayotgandim. Hazilmi? Siz hazillashyapsizmi? Chunki siz foydali bo'lmagan poloda yurasizmi? Har doimgidek. Aytgancha, janob Kim. Yuqori unvonda bo'lish juda ham yaxshi ekan. Ayniqsa oldin seni har ko'yga solgan odamlaring sening qo'l ostingda bo'lsa. Nima, bu shunday bo'lganmi? Menda boshqa gaping bormi? Yo'q. To'g'ri, Kim Yuansik. Shunday bo'lsin. Serjant Li Sunxo 2-darajadagi ovchi deb aytmoqchimisan? Shunday. Li Sunxo 4 talik imtihonni topshirgan. Lekin bu tizim endi yo'q. Ularning aytishicha, baxtsiz hodisa ro'y bergan va bu tizimni ular to'xtatishgan. Serjant Li Sunxo oxirgi odam bo'lgan. Ular maxsus imkoniyatni yo'qotishgan. Aslida bu unday emas. Masalan, sen fuqarolaringni qutqarishing kerak yoki o'z kuchingizni to'liq namoyish qilishingiz kerak bo'ladi. Ularning hammasi juda subyektiv, faqat aniq qoidalar bilan bog'liq. Bunday ov mashg'ulotlari bir bo'ladi deb o'ylamagandim. Shunday. Subyektiv, lekin bu komandirning xohishi ekan, nimayam derdik. Och va tashna maxluqlar bilan kurashish va hududdagi odamlarni qutqarish. Shimoliy Koreya deyarli vayron bo'ldi. Ular qarshi hujumni rejalashtiryaptilar, lekin negadir haligacha jimlik. Men 2 kundan beri oddiy ishlarni qilishdan charchadim. Men haqiqiy mashg'ulotlarni qilishni xohlayman. Bu yerda biror bir darvoza ochilib qolsa, juda ham zo'r ish bo'lardi. Diqqat, dispetcherlardan xabar. Favqulodda vaziyat. Qaytaraman, favqulodda vaziyat. Yoqilg'i omborida o'rta darajadagi iblis ko'rshapalaklari paydo bo'ldi. Hamma askarlar yoqilg'i omboriga borsin va qarshi hujumga o'tsin. Tezroq, Menjun. Rusdanmi? O'rta darajadagi iblis ko'rshapalaki. Ko'rshapalak tipidagi iblis hajmi xo'rozdan sal kattaroq. Uning xavf darajasi unchalik katta bo'lmasa ham,
Ular juda tez harakatlanishadi. Ularning yoqilg'i omborida paydo bo'lishi shuni anglatadiki, butun birlik havoga ko'tarilishi mumkin. Jin ursin, bularni amuncha ko'p bo'lishmasa. Bu haromlar qayerdan kelishdi o'zi? Nima balo, aqldan ozganmisan? Yoqilg'i ombori yonida turganimiz esingdan chiqdimi? Nima balo? Oqibatini o'ylab ko'rdingmi o'zi? Shunda biz nima qilishimiz kerak? Ular hali omborga yaqinlashishmadi. Shunday ekan biz ularni kuzatib turishimiz kerak. E'lonni eshitdingizku, biz bu yerni himoya qilishimiz kerak. Agar ular olovli to'plar bilan omborga hujum qilishsa, nima bo'lishini tasavvur qilyapsizmi? Keyin buni tasavvur qilishni o'zi qo'rqinchli. Endi nima qilamiz? Bilmasam, muzullar qayerdan kelishgan ekan? Men ularni chalg'itib turaman. U hali yangi va ikkinchi rotadan. Hoy, sen o'zingni nima qilmoqchisan? Nima, o'lging kelyaptimi? Nima, men orqaga qaytishim kerakmi? Axir bizda mehmonlar bor va kimdir bular bilan zavqlanishi kerak. Axir bu favqulodda vaziyat va oddiy askarga hech kim boshqa buyruq bera olmaydi. Va men bulardan yaxshigina ochko olaman. Xo'sh, kimdir menga qarshi chiqa oladimi? Siz baholash ro'yxatdan o'tganmisiz? Yo'q. Demobilizatsiyalashdanchi? Nima u? Demak o'tmagansan. Unday qilib kechagi hodisa haqida. Peshonangga qarqaragan bonda ekansan. Haliyam omading chopib tirik qolding, bola paqir. Bu ajoyib xayolparast nima deyapti o'zi? Omading chopib deydimi? Sen maxsus ovchilar tashkiloti nimaligini bilasanmi o'zi? Markaz nuqtai nazaridan bizni oddiy batalyondan ajratib turadigan yagona narsa bu otryad o'rtasidagi daraja, ya'ni 4 xil bo'linma. 1-divizion, 2-divizion, 3-divizion, 4-divizion. Bundan tashqari bizning armiyamizda boshqa oddiy armiyalarga qaraganda askarlarimiz soni kam. To'g'ri, hozir uyg'onganlar kam. To'xta, o'zi nega menga bu haqda gapiryapti o'zi? Nega bizning askarlarimiz soni kamligini bilasizmi? Buning sababi shundaki, har biri ovchi oddiy askardan tortib harbiy rahbargacha. Ularning hammasi uyg'onganlar. Lekin hammasi ham jangchi emas. Ayniqsa ma'muriyat yirtqich hayvonlarni o'rganish, harbiy strategiya va qurollarni o'rganishga ixtisoslashgan ko'plab ofitserlarni ko'paytirmoqda. Va shunga qaramay hozirda uyg'onayotganlar juda ko'p. Shuningdek, ularning orasidan ovchilar ham chiqmoqda. Lekin bizga son emas, sifat muhim. Ertalab komandir chaqiryapti deyishganda biror bir mukofot beradi deb xursand bo'lishayotgandim. Lekin bu Ibanazavr ertalabdan beri sifat va son yana bir ballo deb ona tilini dars o'tyapti. Seni bu yerga chaqirganimizda bu yerga og'zingdan so'laging oqib kelganingga qaraganda bir nimadan umid qilib kelgan ko'rinasan. Xavotirlanma, seni ajoyib narsa kutyapti bo'talog'im. Bugun eng ko'p yirtqich hayvonlarni o'ldirgan tirik afsona. Bizning batalyonimizga keladi. Kapitan 2-batalyon polkovnik Li Dijonbom. Kapitan 2-batalyon podpolkovniki So Chon-un. Kapitan 2-batalyon katta ofitseri Son Dejonshik. Kapitan 2-batalyon kichik ofitseri Kim Cholmin. Kapitan 2-batalyon 2-rota serjanti Li Sunho. Serjant Li Sunho. Siz kechaga qilgan ishingiz taqdimga sazovor. Barakalla serjant. Maqtov uchun rahmat, kapitan. Xuddi eski tanishi bilan ko'rishayotgandek salomlashyapti. Uning yelkasidagi 2 ovchi yulduzi nimani bildirarkan? Sen Kim Min-jun bo'lsang kerak. Xuddi shunday, kapitan. Oddiy askar Kim Min-jun xizmatga shay. Qanday kuchli qo'li bor ekan. Erkin askarvachcha. Ko'shapalliklar qayerdan kelganini aniqladinglarmi? Kapitan, ular bizning janubiy sharqda 1,2 kilometr uzoqlikda joylashgan hududdagi darvozadan chiqishibdi. Biz hozir u yerda kuzatuv ishlarini olib boryapmiz. Mayli, hammasi tagiga yetib markazga xabar berilaring. Senlarda radar bilan muammo bor deb eshitdim.
Ko'rshapalaklar yoqilg'i omboriga kirmaguncha biz radarda ularni ko'ra olmadik. Hozir uskunalar bilan bog'liq muammolar yo'qligi tasdiqlandi va endi biz barcha hududlarni tekshirmoqdamiz. Demak, ayb uskunada bo'lmagan bo'lsa, ayb ularning kamligida. Markaz bilan bog'laning va qo'shimcha 2 ta radar buyurtma bering. Tushunarli va buyruq tez orada bajariladi. Hammasini bajarasan, bu juda kulgili. Minjun, kecha sen jasorat ko'rsatgan ekansan, lekin ko'proq o'zingga g'amxo'rlik qilishing kerak. Birinchi o'rinda kerakli jihozlanishni. Siz iblis energiyasini o'zlashtirdingiz. Menyuda yangilanish bor. Sizda yangi mahorat ochildi. Sizning mahoratingiz tungi sayohatchi qobiliyati. Naqadar omadliman. Kim Minjun, asoschi Assembly rahbar Ryun. Chidamlilik 60, tezlik 60, kuch 60, qobiliyatlar. Qora sehr, tungi sayohatchi. Tungi sayohatchi bu chaqiriluvchi mavjudot. Bu mavjudot deyarli ovozsiz yo'q qilish qobiliyatiga ega. Bu qobiliyat askarda juda isqotgandi. Garchi qora energiya chaqiruvchi ushlab turish uchun sarflanadi. Chiqinglar. Men juda qiziqib ketyapman. Bu yana nimasi bo'ldi? Nega uning ko'rinishi juda ham kichik? Nega bunday bo'ldi? Nima mening qora energiyam bunga kamlik qilyaptimi? Nima bo'lganda ham bu juda insofsizlik. Agarda unga quyosh nuri tegsa, bir zumda yo'qolib ketadi. Shoshmachi juda ham kichkina va soyada yasharna oladi. Oddiy askar Kim Minjun ta'tildan qaytib keldi. Voy, qaranglar. Kim Minjun qaytib kelibdimi? Bu ajoyib bo'lsa kerak. Azani kimsan? Kapitan o'zi ta'tilga chaqirsa. Va shaxsan o'zi senga chiziqlardan berdi. Ha, bu ajoyib. Qara, senga esdalik uchun pодарка olib keldim. Voy, rahmat. Bu odamni asal xijolat qilyapti. Oh, Shanin, deding chakki emas. Voy, churvakalar, bu yerda nimalar bo'lyapti? Nima, otang armiyadan qaytdimi? Bunchalik shovqin solyapsizlar. Voy, sen qaytdingmi? Men aytgan narsamni olib keldingmi? Maksimni. Ha, albatta olib keldim. Xullas, bu biratan unga Maksim degan qizlarni rasmi tushirilgan jurnalda aytgandi. Kim Minjun bo'lsa unga Maksim kofesini olib keldi. Hoy, Minjun, qandaysan? Men hozir lavozimni ko'tarishga ariza topshirib kelyapman. U yerda seni ismingni ko'rdim. Nima? Minjun ham qatnasha oladimi? Axir uni kelganiga hali 1 yil ham bo'lmadi-ku. Ha, to'g'ri. Menimcha bu komandir sababli. Aslida bu yerga kelmasimdan oldin komandirning o'zi buni menga taklif qilgandi. Nima? Sen bu yerga kelmasingdan oldin darajani ko'tarishga yozilganmisan? Nima bo'ladi? Tankalarning zo'rmi deyman, ha? Sen endigina oddiy askarlikdan ko'tarilganding. Endi serjant bo'lasanmi shunda? Sen juda tez ko'tarilyapsan, bolakay. Bu baratanimiz hayotdan xafa bo'lib Maksim kofesini ichib o'tiribdi. Ha, aytgancha lavozimni oshirish bo'yicha imtihonni shanba kuniga qo'yishgan. Yana aytishdiki, imtihonda faqat bomoni zubonidan qolgan qilich, ketmon va nimalar bilandir olisharkanmiz. Ha, qilich va shunga o'xshagan buyumlar bilan olishiladi. Qo'y, serjant Kim, sen ham imtihonni topshirasanmi? Nima? Mana shu lavozimda qoladi deb o'ylayapsanmi? Nima, biz qilichlardan foydalanamizmi? Va imtihondan oldin buni bizga o'rgatishadimi? Xullas, diqqat qilaring. Men senlarga imtihonda nimalar bo'lishini aytib o'taman.
Bizni sanlarga imtihondan oldin qilichbozlikni ozgina o'rgatamiz. Qolganini o'zlaring hal qillaring. Tushundilaringmi? Hoy, yevana birot. Mana darsimda o'qilama. Короче, birinchi bo'lib kuch imtihoni bo'ladi, ikkinchi bo'lib esa tezlik bo'yicha imtihon olinadi. Attak uchinchida esa sanlar iblislar bilan qilich o'ynaysanlar. Bu imtihon provaga topshirgandan ham oson, bilasanlar, hurmatli yolqovlar. Buni nimasi muhim? Ammo amaliyot yangi qurollardan foydalanish qobiliyatlari, xususiyatlari, tekshirish va yirtqich hayvonlarni ovlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Men imtihonda hamma ballarni qo'lga kiritsam nima bo'larkan? Jiddiyroq tayyorlanishim kerak shekilli. Bugun sanlar bilan qanday qilib qilich o'ynashni o'rganamiz. Rostlan. Qani serjantlar, hamma qo'lingga qurollaringni olib, mashg'ulotlarga surlaring. Qaysi biringni yolqovlik qilayotganingni ko'rsam, orqangga bu tilka bilan o'pishadi. Qani endi qilichbozlik mashg'ulotini boshlaymiz. To'g'risini aytsam, yo'riqnoma bilan hech narsaga erisha olmaysizlar. To'xtamanglar, tezroq ishlanglar. To'xtasanglar, kalta yeysizlar. Senlar o'z texnikalaringni yaratishlaring kerak. Tushundilaringmi, taka saltinglar? Tushunarli. Men senlarga qilich bilan qanday mashg'ulot o'tkazishni ko'rsataman. E'tibor bilan kuzatinglar. Boshqa qaytarib o'tirmayman. Ha, nimaga qurollar bilan mashq qilasizlar deganini endi tushundim. To'g'risi, u qadar qurollar bilan iblisga hujum qilish ahmoqlik asida. Asgard qilichbozlik san'ati yaxshiroq. Ammo hamma narsa undan foydalanish qobiliyatidan kelib chiqadi. Hamma mashg'ulotni to'xtatsin. Kim Men-jun bu yoqqa kel. Oddiy askar Kim Men-jun chundi va borayapti. Nimanidir noto'g'ri qildimmi? Xullas, hammang eshitlaring. Hozir Kim Men-jun sanlarga o'z texnikasini ko'rsatadi. Sanlar bu texnikani takrorlashga harakat qilib ko'rlaring. Yoki bundan foydalanib o'zlaringning texnikalaringni yaratlaring. Nima? Komandir ko'tim terlaguncha mashq qildirdi-ya. Kim Men-jun. Ma senga shokolad yaxshi bola bo'lganing uchun hech kim ko'rmasidan oldin yeb ol. Bo'lmasa qolgan bolalar menga ham bering deb yig'ilishadi. Nima? U har doim cho'ntagida shunaqa narsa olib beradimi? Men-jun. Sen shu yerdamiding? Sen qilishni yaxshi ishlatar ekansan. Bizlarning guruhimizga ham bir ikkita usullarni o'rgatib olasanmi? Nima? Menmi? Nima? O'zingdan boshqa odamni ko'ryapsanmi bu yerda? Men asosan qilishdan foydalanaman, lekin iblislar bilan olishganimda menga nimadir yetishmayotgandek. O'shanga ozgina yordam berib olmaysanmi degandim. Ha, mayli, yordam bersam beribman-da. Cho'ta nimadir neto'g'ri ostanam. Asan bolaga rostdan nimadir yetishmas ekan. Menimcha miyangda bitta boting bo'shab qolgan. Короче, boqsa odam bo'lasan, senga yetishmayotgan narsa bu albatta duh yetishmayapti senga, lekin qo'rqma, yoningdaman. O'zim seni odam qilaman, iblislarni ko'dini teshib uradigan ovchi qilaman seni. Keyin zvezda bo'lib ketasan hali bola. Imtihon boshlanadigan kun. Hurmatli yalqov bezor grajdanlar. Senlarga yangilik, короче. Nima edi? Hozir eslab olay. Xullas. Hammang markazga yig'ilishlaring kerak.
Bugun o'quvchilar uchun imtihon bo'ladi. Sug'dirolmasdan tezroq kellaring. Eshitdilaringmi? Bo'lmasa yana повторить qilaman. Ko'proq bo'lish vaqtim keldi shekilli. Qani hamma yig'ildimi? Unda yo'qlamani boshlaymiz. Hamma yig'ilgan bo'lsa, bugun imtihon bo'ladi. O'tganlar kapral unvoni bilan taqdirlaymiz. Albatta yonida maqtov yorlig'i ham bo'ladi. Xo'sh, yana nima demoqchi edim? Imtihonga borganda hamma joyda tinch yo'llaring. Tortishmasdan, idarishmasdan asta-asta chiqaveringlar. Hammaga joy yetadi. Hammang eshitlaring, bugun biz imtihon topshirish uchun 105-divizionga boramiz. Imtihon detem testlari bilan boshlanadi. Javoblarni bo'yab, chaplab tashamanglar. Shoshmasdan, asta o'ylab ishlanglar. Keyin qanaqa imtihonlar bo'lishini bilmayman. Xo'y, eshitdingmi? Bugun imtihon topshirishga 4-batalyon ham kelar ekan. Nima? Bu yil ularda chiroyli qizlar ko'pligini eshitgandim. Voy-chach, hayajonlanib ketyapman. Qizlarni ko'rmaganimga ham 1 yil bo'ldi-ya. Men 1 yil trenirovka qildim. Kachok bo'lish uchun mehnatlarim samarasini berishi kerak. Bratim, ular sizni ko'rib oqib qolishadi hali. Nima deb o'ylaysan? Ular meni Insta profilimni so'rasharmikan? Yoshlar. Geoni Edo 105-divizion bazasi. Imtihon xonasi o'ta zarur ish bo'lmasa, bezovta qilinmasin. 104-batalyon, sizlarda hammangiz o'tdingiz. Jo'jing vaqtdan tashqari. Imtihondan o'tganlar, hammangiz ma'ruza zaliga boring. Sen yaramaz. Tunga imtihondan yiqilishga qanday jur'at etding? Detem testini ham yiqilasanmi? Nomard. Endi qo'mondon o'qitmagansan deb meni o'yligimdan qirqadi. Kechiring, janob. Bu yerga yig'ilgan barchangizga rahmat. Imtihon topshiruvchilar, sizlarni 105-divizion zobitlari kuzatib boradi. Men podpolkovnik Kim Cheol, sizlarga biriktirilgan shaxsman. Bizning bu imtihondan maqsadimiz siz aziz askarlardan eng yaxshilarini topishdir. Ularni vatan himoyasi uchun, xizmat qilish uchun munosib ravishda rag'batlantirishdir. Bu yerda 3 divizion askarlari yig'ilgan. Sizlardan bir-biringizga do'stona munosabatda bo'lasiz deb umid qilamiz. Buncha ko'p gapiradi. Hozir uxlab qolaman axir. Aytgancha, bu yil bizda maxsus imtiyozli askarlar ham bor. Ular hali 1-yillar. Bular 104-diviziondan Kim Min-jun va xususiy askar Son Yeon-so. Ular askar bo'lganiga 1 yil bo'lmasdan maxsus vakolatni qo'lga kiritdi. Nima? Mendan tashqari yana boshqa odam ham bormi? Nima? 104-diviziondanmi? Rostami? Qaytadan tekshiruv olasizmi? Yo'q, bu to'g'ri. Ularda maxsus askar bor edi. Ko'rdingmi? Men senga aytgandim. Sen bo'lsang, mahalladagi xotinlar nimani ham bilardi deding. Mahalladagi BBC xotinlar hamma baloni biladi. Yo'q, rostdan ham bilishgan ekan. Yana so'rab ko'rmadingmi? Men o'ta olarmikanman? Endi biror ish qilishdan oldin mahalladagi xotinlardan so'rab ish qilaman. Rostdan mahalla xotinlari oldida BBC ham epish olmaydi. Aytgancha, Kim Min-jun kim o'zi? Keyin hammangizga omad.
Man ketdim. Xo'sh, qani, dedisi, barobar eshitilyaptimi? Man Sallana, keyingi imtihon kuzatuvchilaringman. Ismim, familiya shart emas, baribir eslaringda qolmaydi. Xullas, keyingi imtihon haqida qisqacha ma'lumot beraman. Keyingi imtihon kuch bo'yicha bo'ladi. Mana shu polvonchani bor kuchinglar bilan itarishinglar kerak. Ehtiyot bo'linglar, itaraman deb eskazini chiqarib qo'ymanglar yana. Imtihonni o'tash uchun oldin shuni itarishing kerak, tushundingmi? Nimaga hamma imtihonlarda nimanidir itarish kerak? Itarib ko'rishinglar uchun har biringlarga 1 daqiqadan beriladi. Yozbalik sistemasi necha metrga itarib olsanglar, shuncha ball beriladi. Davay, unda boshladik. Birinchi bo'lib oddiy askar Kim Je-hyun oldinga chiqsin. Ko'chinglar, hozir itarishni itarib qo'yaman. Qoch yo'limdan. Voy lanati, nima bu o'zi odammi? Oddiy askar Kim Je-hyun 0 ball. O'tolmading, chichqoq. Ma'lumot uchun aytib o'taman. Agarda siz 40 balldan kamroq olsangiz, siz avtomatik tarzda imtihondan yiqilasiz. Tushundinglarmi yoki повтор qilaymi? Shoqosim 20 ball. Sanam chichib qo'yding. Gul chop 20 ball. O'tolmadi. Sherxo'zat 0 ball. Qo'zi o'tolmading. Bekzod 15 ball. Bekzod aka bo'lyapti. Keyingisi Soniya Unseo 50 ball. O'tdi. Nima? Qanday qilib? Bu Rostdan ham Soniya Unseo-mi? Namuncha chiroyli bo'lmasa. O, rostdan ham Unseo divizion generalining qizi. Nima deysan? Raqamini so'rab ko'rsammikan? Joylarni ishlasa, uni qayishni qilma. O divizion generalining qiziga oddiy rakeshirim bilan qutulib keta olmaysan. Kim edi o'zi bu? Men eslolmayapman. Keyingisi 104-divizion askari Kim Min-jun. Hozir boryapman. Va nihoyat biz kutgandik, biz bo'lgandik mana shunday o'nlar kelishini. Mana buni qizil toshni itarganday qilishim kerakmikan? Tak, tushunarli. Demak, uni 10 metrdan uzoqroqga itarsam, ishlash shikolat bo'lsa kerak. Qanday qilib meni bunchalik uzoqqa itarib oldi? Askar Kim Min-jun 100 ballik sistemadan 100 ball oldi. Nima bo'lib, qizini dodasini yepkilaymi ukam? Menimcha, mendan keyin 100 ball ola oladigan odam yo'q. Ko'ryapman. U hozir meni qiynayaptimi? O'ylaymanki bu yerda ko'p narsa yo'q. Siz nima dedingiz? Men o'zim bilan gaplashayotgan edim. Buni eplay oldim. Voy, u keldi. Qo'rquvchili. Sizda batalyon komandiri bilan A500 da yig'ilish bor edi. Siz esa o'quv maydoniga keldingiz. Mishmishlar haqiqat, to'g'rimi? Sen generalning qizi va yuqori statistikaga ega bo'lgan yangi askar Son Iyon-somisan? Xo'sh. Yachchak. Shuning uchun bu to'g'ri bo'lishi kerak. Iltimos, bizga yaxshi g'amxo'rlik qiling. U 2 yulduzli generaldan tug'ilgan bo'lsa ham, o'zini uncha yaxshi tutolmayotganga o'xshaydi. To'g'ri, u ancha mag'rur bo'lishi mumkin edi. Baribir uning harbiy hayoti shunday oson bo'ladi. Men unga hasad qilaman. Men ko'p narsani bilmayman, ammo bu yillikning eng yaxshisi bo'ladi. Yigitga nima bo'ldi? Oq jamoa g'olib bo'ldi. Ko'k jamoa bayrog'ini oq jamoa oldi. Rekord 30 daqiqa-yu 34 soniya. Oq jamoa 10 daqiqa tanaffus qiladi.
Ko'k jamoa, oldimga yig'iling. Yaxshi, siz mashaqqatlar uchun yangi rekord o'rnatdingiz. Tinchlaning va hozircha bu yerda dam oling. Qanday ajoyib! Biz hatto ko'p ish qilmadik. Uning hammasi bizning o'rtog'imiz tufayli. To'g'rimi? Iyonsonga hamma qarsaklar bo'lsin. Biz ertalab o'rnatgan rekord buzilgan. Bu peshindan keyingi vaqtda bo'lgan ekan. Siz buni qanaqa ekanligini bilasizmi? Yangi rekord 1 daqiqa 2 soniyaga qo'yilgan. Bu qanday bo'lishi mumkin? Nima? Kim bunday qila olgan bo'lishi mumkin? Kim Minjun, u bir o'zi 4-divizionda nima bo'lsa, barchasini buzdi. Bu eshitdingmi? 4-diviziondagi Kim Minjun o'q otish bo'yicha deyarli mukammal balga ega ekan. Aftidan bu o'quv markazi uchun yangi rekord. Men 4-diviziondagi Kim Minjun hatto ter to'kmasdan bizdan 2 marta tez yugurishi mumkin ekanini eshitdim. Hoy, Kim Minjun zindonda fil bilan teng keladigan itni tutib oldi deb eshitdim. Jim bo'l va uxla. Men kuchli bo'laman, otamga o'xshab. So'nggi 4 hafta davomida yaxshi ish va mashg'ulotlar. Bugun sizni sobiq boshlig'imizning qizi bilan gaplashish uchun chaqirdim. Bu yaxshi bo'ladimi? Ovchi o'g'li Yunsu. Ha, e'tiboringiz uchun rahmat. Siz qayerga topshirish haqida hali bir qarorga kelmadingizmi? Sizda a'lo baholar bo'lgani uchun sizni xohlagan joyingizga yuborishimiz mumkin. Bu generalning o'g'li bo'lgan 107-diviziyami? Kim Minjun. Ha. Yo'q, Kim Minjun qaysi bo'limga murojaat qilgan? Men bu bo'limga murojaat qilmadim. Men uni kichik qizdek g'azablantirdim, faqat xafa bo'lganim uchun. Nima uchun u aqldan ozganini tushunaman. Mendagi hasadmi yoki boshqa narsami? Avval uzr so'rashim kerak. Maqsadim kuchli bo'lish, birinchi raqamli bo'lish emas. Otamning yordamisiz kuchli bo'lish uchun bu yerga keldim. Agar shunday mahoratli insonga to'qnashsam, men buni tan olishim va iloji boricha ko'proq o'rganishga harakat qilishim kerak. Kelinglar, bolalarcha harakat qilishni to'xtataylik. Faqat shoshiling va keting. Sizning rekord hozir katta. Sizni kutayotganimda deyarli uxlab qoldim. Menga muhor bering, tezroq, iltimos. Uzr, mening eshak. Bu meni g'azablantiradi. Uning yuzi. Tayma, xususan 1-sinf Kim Minjun 29 daqiqalik rekord bilan 1-o'rinda. Xususiy o'g'li Kensio 32 daqiqa bilan 2-chi. Kim Minjun, bu aql bovar qilmaydigan natija. Siz barcha statistikalardan mukammal ball bilan o'tdingiz. Xususiy 1-sinf Kim Minjun. Rahmat, sir. Yaxshi, statistik testlar tugadi. Hamma o'tgan o'quvchilar, ovqatlaringizni iste'mol qiling va soat 1da mashg'ulot maydoniga yig'iling. Tushundingizmi? Ha, janob, tushundik. Ha, oxir-oqibat men provokatsiyaga tushganman. Buning ustiga men yutqazdim. Boshqa aytadigan gapim yo'q. Bu nima edi, Minjun? O'g'il Yunsu sizni qiziqtirganday tuyuldi. U sizni shunchaki pastga qarab qo'ymadimi? Hatto stat paytida ham. Xo'sh, biror narsa bormi? U haqida faqat bizga ayting. U qo'zg'atdi. Men uni biroz oyoq osti qildim. Bu hammasi. Siz uni oyoq osti qildingizmi? Siz uning ko'zlariga qarash provokatsiya deb aytyapsizmi? Va nima? 104-diviziyadagi eng issiq yo'lovchiga nima qildingiz? Siz mening orzuyimdagi qizni oyoq osti qilganingizni aytyapsizmi? Bu jiddiymi? Xanyun, u haqiqatdan ham sizning orzuyingizdagi qizmi? Bu to'g'ri, bugundan boshlab. Ular juda zerikarli. U meni orzuyimdagi qiz emas. Nima, siz ozgina takabbursiz. Keyin orzu qilgan qizingiz kim? Lumi? Bu kim? Siz uni taniysizmi?
zindondagi qudratli jangchini ulug'vor go'zalligi. Sizlar rostdan ham Lumi haqida bilmaysizlarmi? O'sha Lumi. Leytenantni bunday holda birinchi marta ko'rishim, u juda baxtli bo'lsa kerak. To'g'ri. Taom uchun rahmat Miljun. Bu hammasi sizga rahmat ekanligiga aminman. Salomat bo'ling. Voy bu, sizda 3 ta bo'lganmidi? Siz tez serjant bo'lasiz deb o'ylayman. Ikkinchi artryadning barcha a'zolari tezda zalga yig'ilishsin. Ha janob. Uf, yana nima bo'ldi? Hozirgina ma'muriyatga otryadimizning kechki ovqat to'g'risidagi hisobotini tugatdim. Bizning tarkibimiz a'zosining rivojlanishi imtihonning mukammal ballariga nisbatan. Hey, Lin Sinju, siz nima tutib oldingiz? Bu pivami? Siz faqat o'zingiz uchun saqlab qolmaysiz, to'g'rimi? Bu Kim Minjunga komandirdan sovg'a. Uning sizga hech daxli yo'q. Shuning uchun yo'qoling. O'sha boss buni boshlangandan bilgan. Shuning uchun Kim Minjunni ko'chib o'tgandanoq o'z tarkibiga qo'ydi. Emerji. Ahvollaring qanday? Uni kutilmagan ko'rinishi tufayli men uni birinchi marta chaqirganimda juda g'azablangan edim. Lekin men baribir yaxshi fikr bilan keldim. Hozir menga kerak bo'lgan narsa qotil emas, shuning uchun men unga mukammal rolni topshiraman. Siz ma'lumot to'playsiz. Mening o'rnimga. Ey, bekorchilikni qo'yib, diqqat qil. Agar siz yuqori martabali odamni ko'rsangiz, ularga ergashing. Va agar g'ayrioddiy hodisa haqida ma'lumot bo'lsa, bu haqida menga darrov xabar qiling. Agar bu vaziyat demonlik energiya bo'lganga o'xshardi. Yaxshi. Ehtiyot bo'ling. Bilasizmi, siz qo'lga tusha olmaysiz, to'g'rimi? Bu badbaxtning hayajon bilan qochib ketayotganini ko'rish meni nihoyatda tashvishga soldi. Agar uni hozir kimdir ko'rsa, otryadda albatta favqulodda holatga tushar edi, to'g'rimi? Bu yerda nima qilyapsizlar? Men uzoq vaqt davomida pivo ichmadim. Shunday qilib men toza havo olish uchun tashqariga chiqdim. Sizning bag'rikenglingiz pastmi? Aniq emas. Axir qorong'u sehrgarlar odatda mast bo'lmaydi. Bu zaharmi yoki o'latmi? Tanaga kirishi bilan u avtomatik ravishda o'zini zararsizlantiradi. Sizning taraqqiyotingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Lekin juda qulay bo'lmang. Yaxshi ish davom ettiring. Ha, men buni bilaman. Siz aytayotganingizdan beri bag'rikengligingiz past emas. Kech qaytmasligingizga ishonch hosil qiling. Aks holda barcha yigitlar sizni pivangizni tugatishadi. Shukrki u hech narsani ko'rmaydi. Oldinga borishda yanada ehtiyotkor bo'lishim yaxshiroqdir. Yaxshiyamki, yana men uni bilish uchun yana u tomonidan kitob askar kabi ko'rinadi. Men bu shaxsiyat turiga qarshi emasman. Ha, u tayyor tug'ilganga o'xshaydi. Men ularni barchasini o'ldirishni o'ylab qoldim. Sababi ulardan faqat bittasi o'ta oladi. Ammo bu yaramas, mukammal ball oldi. Ha, kapral, Kim Minjun 4 soniyaga yangi rekord o'rnatdi. Monsterri testini ishlab chiqish quvvatliligi vaqtida. Qanday yigit, ha. Men o'ylab qoldim, nima bo'ldi ekan? Chunki o'quv markazidagi Choi In-syu haqida o'ylardim. Ammo bu bizning taxminlarimizdan ancha ustun keldi. Shuni unutmaylikki, u ham u edi. Neft zaxirasida o'rta yarasalarni kim mag'lub etdi? Ha, bu kapral Kim Minjun harakatga pog'onada birinchi edi deb xabar qildi. U kapralga aylandi. Kamroq uning transferdan beri 1 oy ortiq. Bundan tashqari uning oldinga siljishi oddiylikdan yiroq edi. U bizning barcha taxminlarimizdan oshib ketadigan odam bo'lishi mumkin.
Butun Hunter korpusi u haqida bilishi vaqt masalasidir. Va bu sodir bo'lganda ular Kim Min Junni kuzatishni boshlaydilar. Ular bilan demoqchimisiz? Ovchi maxsus kuchlar brigadasi. Janob, siz haqiqatdan ham kapitan Kim Min Junga ishonasizmi? Ha, bu u men. Buni his qildim. Hozirgacha men son sanoqsiz ovchilarni ko'rdim. Va ular orasida Hunter korpus afsonalari deb atalgan hayvonlar bor edi. Ehtimol yangi monster Hunter korpusida tug'iladi. Siz yig'ishni tugatdingizmi?